Mana ixcham, chiroyli, har tomonlama ideal. Ortiqcha rasxodlarsiz. 1 million so'mga bugungi kunda hashamatli to'y qilish imkonsiz, lekin ixcham to'y qilish mumkin. So'nggi kunlarda ixcham to'ylar o'tkazish yana trendga chiqmoqda. Yaqinda Sirdaryo viloyatida 5 million so'mga to'y qilingani haqida eshitgandik. Unda sirdaryolik yigitni nikoh to'yini ixcham qilib o'tkazgani uchun juda ko'pchilik uni bu harakati uchun olqishlagandi. Endi Xorazmdagi to'y hammaning e'tibor markaziga tushdi. Videoda aytilishicha, Xorazm viloyati Gurlan tumanidagi to'y Sirdaryodagidan ham ixcham bo'lib o'tgan. Gap shundaki, kelin to'yi uchun 1 million so'm sarflangan. Videoda ushbu mablag'ga eng yaqin oila a'zolari va tanishlar chaqirilgani, ixchamgina dasturxon tashkil etilganini ko'rish mumkin. Mazkur to'y tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Izohlarda ko'pchilik to'y tashkilotchilarini qo'llab-quvvatlagan. Jumladan foydalanuvchilar ixcham to'ylardan foyda yo'qligini aytgan. Shuningdek, izohlarda to'yni zo'r qilib o'tkazishni emas, kelajakda qanday yaxshi yashashga sarf qilish kerakligi ta'kidlanadi. Ba'zilar qarzga botib odamlarga maqtanish uchun qilingandan ko'ra, ixcham qilib keyin bemalol baxtli yashagan yaxshi deyishgan. Tarmoqdagi juda ko'pchilik o'z to'yini ixcham shaklda o'tkazishni xohlashini ta'kidlagan. Ulardan biri chet davlatlarda ham to'ylar shunaqa ixcham bo'lishini, bunday to'ylar barchaga o'rnak bo'lishi kerakligini aytgan. Siz to'ylar uchun qancha xarajat qilish kerak deb o'ylaysiz? Buni izohlarda yozib qoldiring.